Ama bu mücadeleden asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi Uygur'un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu da böyle bilesiniz. Türkiye İyi Partisi'nin reisi Meral Akşener ve Ankara şəhərinin Cumhuriyetçi Xalq Partiyasıdan bolğan şəhər başlığı Mansur Yavaş'ның 5 aprel Twitter'da Barın vakasının 31 yıllıqını hatırlaşı, Xitayning Ankaradagi baş elçixonasining təhdid xarakterli hüjumuga uchrab, aslida nozik bo'lgan ikki davlat munosabatlarida diplomatik ko'ngilsizlik paydo qilgan. Anatoliya agentligining xabar qilishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi 6 aprel Xitoyning Ankaradagi bosh elchisi Liu Xiaobinni Tashqi ishlar ministrligiga chaqirib, Xitoy elchixonasining Twitterda e'lon qilgan bayonotidagi so'zlarga beharam bo'lganligini bildirgan. Meral Akşener Barın vakasının 31 yıllıqı münasebeti bilan yozgan Twitterda Barın qirg'inchiligida Xitoy asoratiga bosh egmagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni shahodatlarining yilliqiga rahmat bilan xotirlaymiz. Asorat ostidagi qarindoshlarimizni unutmaymiz. Uchirgan zulmlarga sukut qilmaymiz. Sharq Turkiston bir kun mutlaq mustaqillikka erishadi degan. Ankara şəhərinin başlığı Mansur Yavaş, Şərqi Türkistonda yüz bergan qatliamning iztirobini 31 yil o'tgan bo'lsa-mu, hozirgacha his qilyapmiz. Barın şehitlerini rahmat bilan xotirlayman deb ta'kidlagan edi. Xitoy elchixonasi Twitterda Meral Akşener bilan Mansur Yavaşning ismini ham bahrilab, Xitoy taraf har qanday kishi va kuchning Xitoyning egilik huquqi va zimin butunligiga har qanday shaklda xiris qilishiga qat'iy qarshi chiqadi va buni shiddat bilan ayblaydi. Xitoy taraf haqli qarshilik qilish huquqini saqlab qoladi deb ta'kidlagan. Xitoy elchixonasining Twitterda Turkiyadagi boshqa o'qituvchi partiyalarni bearam qilgan. Çin Büyükelçisi de haddini bilecek. Çin Büyükelçisi Meral Akşener'e, Sayın Meral Akşener'e ve Mansur Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ayar veriyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti, devleti o büyükelçiyi kulağından tutup sınır dışı edemiyorsa yazıklar olsun. Xitoy bosh elchisi Liu Xiaobinning 6 aprel Turkiya Tashqi ishlar ministrligiga chaqirilganda nima deb javob berganligi ma'lum emas. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi hozirga qadar bu to'g'risida hech qanday ma'lumot berib boqmadi. 7 April günü Meral Akşener Hanım Türkiye parlamentida partisinin yığınında Xitay elçisiga cevap verip mundaq dedi. Çin Büyükelçiliği Twitter'dan beni ve Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Xitay elçixonasi men bilan Ankara şehir başlığı Mansur Yavaş'a tehdit saldı. Xitayning Türkiye'deki vekili Doğu Perinçek'nin bizge karşı kılıvatkan sözleri yeterli bolmagan bolsa gerek. Xitay devleti bivasta hareketke öttü. Nemişka desenla biz uzundan buyan hükümet bilen onun küçük şiirigi Milliyetçi Hareket Partiyasını Uygur qarindaşlarımız için hareketki ötküzüşke tirişivatımız. Çünkü Şarkı Türkistan'da yüz berivatkan insanlık tragediyası aldıda qarab turmadık ve bundan kiyinmi sükut kılıp durmaymiz. Meral Akşener Hanım Xitay elçixonasining salgan tahdidi doğrusu to'xtalib mundaq dedi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmışlar. Demişler ki Çin tarafı yani Çin devleti. Xitay elçixonasi ijtimoiy taratqular orqali shuni yozibdi. Xitay taraf har qanday kishi va kuchning Xitoyning egilik huquqi va zimin butunligiga har qanday shaklda aralashishiga qat'iy qarshi chiqadi va buni qattiq ayblaydi. Xitoy taraf haqli qarshilik ko'rsatish huquqini saqlab qoladi deb ta'kidlagan. Bizning yurtda "Burader, nochi bo'lsang kel" deydigan bir gap bor. Bizning adresimiz aniq. Türkiye İyi Partiyasının reisi Meral Akşener Hanım Xitoyning egilik huquqini bana qilib turib, Uyg'urlarni izlishiga qat'iy ruxsat qilmaydiganligini, Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlashni davom qildiganligini bayon qilib, mundaq dedi. Öncelikle belirtmek isterim ki bizim herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili bir sorun. Ben aldı bilen şunu demekçimen ki, bizden hiç kandak bir devletinin igilik hukuku bilen meselemiz yok. Lekin biz Xitayning igilik hukukunu bahana kılıp durup, Uygur qarindaşlarımızga elip berivatkan zulümaga karşı turuş burçumuz var. Biz kişilik hukuki ve adaletini ilgili sürümüz. Biz Xitayga Uygurlarning iptiga ve mukaddeslerine uzatkan kolunu tart devatımız.
Biz Xitoy davlatiga Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtat deyapmiz. Qani Xitoy bu deganlarimga qarshi chiqib boqsin, ko'rib boqay. Meral Akşener xonim Turkiya parlamentining Uyg'urlarning ovozini yetkazadigan joy ekanligini, hokimiyat beshiga kelsa, xalqaro so'rinlarda Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'ydiganligini bayon qilib, bunday deydi. Biz bu meseleyi sadece soydaşlarımız olduğu için de değil, aynı zamanda bir insanlık sorunu olduğu için önemsiyoruz. O nedenle bu Biz bu meselege Uyg'urlar bizning qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun emas, ham insoniy masala bo'lg'achqa ko'ngil bo'lamiz. Shuni bu parlamentda bir Uyg'ur qarindoshimiz dardini anglatdi. Bu parlament haqiqatni, adolatni dunyo jamoatchiligiga anglatadigan joy. Turkiya parlamenti millatning, xalqning arzu-armonlarini haqiqatni anglatadigan sahnadir. Xitoy bizni saraydagilar bilan aralashtirib qo'ymaydi. Biz siz bilan qo'limizni urib turib ko'rishmaymiz. Bizni bundaq tahdid silib qo'rqita olmaysizlar. Biz bu masalani bugun parlamentning kun tartibiga ekilyapmiz. Oldimizdagi yillarda saylamda o'tib chiqib hokimiyatni qo'lga olsak, ba'zi davlatlar bilan birlikda Xitoyga qarshi kurash qilamiz. İyi partiyasining raisi Meral Akşener xonim so'zini mundaq oxirlashtirdi. Ama bu mücadeleden asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi Uygur'un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu da böyle bilesiniz. Biz Uyghur davasından her güz vazgeçmeyimiz. Ey Xitay, meynep qo'lingni Uyg'urlarning ustidan tartmoqcha Uyghur davasini qo'llashni davomlashtiramiz.